Assalomu alaykum, hurmatli fermer dehqon xo'jaliklari. Toshkent viloyati Toshkent tumani Ko'kdere hududi Begzod agro ishonch MCC dalalarida biza hozir bugungi chisla 10-mart g'allamizga yer uchun, tuproq uchun suspenziya sepilgan 2 gektar maydonga va Root Energy bilan urug'imiz namlangan. Natijalari biza yaxshi, berilgan bilan berilmagani farqi bor. Mana hozir tuplaganini hisobi anaqasini mana idis. Mana hozir sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 bitta tuqqan. Bu boshqa bo'ldi. 10 bitta. 10 bittalik. Qani mana shunda sal yoyib olsangiz bo'ladimi shuni? Yoyib shunday ko'rsataylik. Mana addenni. Qaranglar. Mana 1 mana hop mana 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 bitta. Mana 11-chi. Yo'q, 12 bo'lish kerak bu. 11 12 da endi. 11 12 ekan. Shu mana hozir dala yer maydonini ko'rib turgan bo'lsanglar, hop, mana bu taraf tepa tarafiga sepilmagan, bu yog'iga sepilgan, urug' namlanib, tuproq uchun suspenziya sepilgan. Endi bu yerga hali bargidan ham berilmagan suspenziya, bargidan suspenziya berilgandan keyin juda ancha farqini shunda ko'rsa bo'ladi. Shu Absalom aka? Mayli. Mana Smart Organic universalda 2 marta emas, bu yilga 3 marta beramiz. Shu sovg'alarni g'allamizni orqada qolgani uchun, donlarni yiriklashtirish uchun va yashil massa yig'gandan keyin don yirik bo'ladi. Kunlarimiz aprel-may oyida isib ketib qolsa, yashil massa yig'a olmagandan keyin donga kuch bermasdan mayda bo'lib, hosil kamayib ketishi ehtimoli yuqori. Chunki bu yerga qisqa vaqt qoldi. May, aprel oylari qoldi. Mart, aprel oylari qoldi. Martda mana yarmi ketdi hisob. Tavsiyalarni berib boramiz.